Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, aziz yurtdoshlar. Mana bugun qolip almashtirish jarayoni. G'ish qolipimizni tomba qolipga almashtirdik. Mana bo'shatib, tepa matrisalarni ham bo'shatib, tomba qoliplarni o'rnatmoqchiman. Sababi nimaga desalaring, g'ishlarimiz salgina ko'payib qoldi. Endi ora-orada klientlarimiz tomba so'rab kelyapti. Xudo xolasa tomba kuyish planini amalga oshiryapmiz aziz yurtdoshlar. Tombani tomba qolipni bir chekkaga qo'yib, manida adashib ketibman. G'ish qolipimizni bir chekkaga qo'yib, mana matrisasi endi tomba qoliplarimiz bor. Mana past qismi, mana bu tepa qismi. Qadrli yurtdoshlar, kanalimizga obuna bo'lib, like bosish esingizdan chiqmasin. Mana azizlar, tomba qolipimizning tepa matrisasi turistlarga olib bu yerda turibdi. Mana pastki holatlarda azizlar, endi shuni olib boramiz, xudo xolasa. Olib borib, qatirib, tozalab, mana azizlar, tomba qolipni olib bormoqdamiz. Mana aziz yurtdoshlar, mana shu tomba qolipimizni pastki qismi bo'ladi. Buni eniga keladigan bo'lsak, uzunligi misol 30 ga 30. Mana bu o'rtadan mana bu o'rtagacha 30 ga 30 qoladi. Agar mana bu burchdan keladigan bo'lsak 32 ga 32 bo'ladi. Chuqurlik holatlari 19,5 20 atrofida azizlar. Devorimizni qalinligiga keladigan bo'lsak 5 sm. Aziz yurtdoshlar, likelarni gumburlatib, xudo xolasa kanalimizga obuna bo'ling. Mana tomba qolipimizni tepa pechatini o'rnatishga harakat, xudo xolasa qatirib, chiroyli holatda qatiramiz. Pastlar bo'ldi.